Şükürler yaxşılar malı. Ha, yaşatmadım. Kadağlarımız yaşma. Yakmayalım o zaman. Sana ben geçip kaldık ya. Ya. Tadım gel bak. Tamam. Hava bir. Tamam. Yandan işte. Ondan. Vallahi okutuş hem işte yaxshi. Biz bu şu maktabga ma'lumlikka bir o'rlashtirish bilan kelgan. Nima xizmat qilamiz? Kimning xizmatini qilamiz u noma'lum. Yo ma'lumlarnimi yo o'quvchilarnimi? Shuni bir ham siz desangiz. Bilgansizmi eng tarqis maqsad shu imtihonga qisqagina 2 oy qolgan vaqtda biz bolalarni texidimi yuqori bir o'rganish muhitiga kirish uchun biz bananda chachlarini kesib yana har xil usullarda bolalarni imtihonga texidimi bir jo'ntay kirish uchun shu chachlarini yasashni tortib boshlaydi deb bilgansizmi shu bolalarning chechini bir akis 40 toza shu yangi bir qiyofada chesdagi bir qo'rasida chaqirdik. Qildi gap yo'q mana. Shu bolalarning imtihondan yaxshi o'tib ketish uchun men o'z kuchimni chiqarman. Mana bu xizmat haqini o'qishmay qolishman. 11 yerimdan. 11 yerimcha siz xizmat qilasiz. Bu bolamizning xizmatimiz meniki javoblabga. U bolalar unda o'rganish qilaverib ma'lumda ketib qolgan ish yo'q-da. O'rganish qilib kallam ketib qolgan ish yo'q. O'rganish qilolmay, o'rganish qilsam bo'ldi deb menda ish siqilib kallam ketib qolgan ishlar bo'ldi. Shu balani psixikasini alohida ko'ngil bo'ldi. Maxsus ashuna yetakchilar o'qituvchilar bor. Belki diqqatdan ziyada o'lib pesim emas. Ders o'tgan ma'lumotlarni aytib xushxo'y. Ders o'tish metodi deymiz, endi bek o'zgacha qiziqarli usuldan bolalarni zeriktirmaydi. Manda ders o'tadi. Bir-birisiga ait munavvar ma'lumotlar. Andan keyin aytgan kechlik muzokara vaqtlarida bolalarni cho'qim sinfda ma'lum birga hamroh bo'lib, bilmagan yerlarni tushuntirib, qayerdan boshlab o'rganishlardan boshlab o'rgatib bolalarga. Bilmay ketib qolgan zerik, so'rlik qilib qolgan da ish yo'q. Balki mangligini oldiga menib, manglayni qilib qolgan da ish yo'q. O'xshash. Mana bu do'yin tasdiqlashda do'stlar. Shu bolalarning chechini yasash faoliyatini o'rlashtiribdi ma'lum. Shu bolalarning kayfiyat ijilib qolsin, intamli qilib qoldi deb. Ikkinchidan, film tasdiqlash sabab mushundaroq bir maktabning borligini nurg'un turdoshlariga bildirish, andan keyin shunday bolalarga navoda intam berib o'tamagan yoki o'tab yoki ham qayta o'qiydigan ahvollar qolsa, bizning shu ma'lum bilsanlar bo'ladi. Shuni tatbiq qo'shilgan. Endi olsa faoliyatimiz boshlanadi. Yoki yana biror tushuntirgan ko'ngil so'zimiz bormi? Endi shu bolalar bu yil dashoga imtihon bergan ota-onalar shu imtihon burun shu qisqa 2 oy vaqtni qanday bartaraf qilish, shunda diqqat qiladigan nuqtalar, mush to'g'risida maslahat so'ramoqchi bo'lsa yoki shu imtihon berib bo'lgandan keyin endi bolalarning orzu to'ldirgan bir ish bor. Shu bek muhim ish. Shu agar bir maslahat bilan almoqchi bo'lib qolsa bizni izlasa biz o'zimizning beshimizni o'tkazgan tajribalarni ota-onalar bilan saboqlashlar o'rtoqlashsak buni biz qanday bir narsa qilgash yo'q. Qo'limizdan kelgancha biz xizmat qilish qiyin. Abam sen meni ko'rib, siz yasab qo'ying dedim, men tonimsa. Shu kayf o'doyida jiq ko'rgan ma'lum sizga. Shunga birinchi o'pda tanlab olsan-da. Artistning chashlarni yasangiz jo'yamdi. Bu o'zingning orzusi bilan keldingmi, ota-onaning orzusi bilanmi? O'zimning orzusi keldi. O'zingningmi? Ha. Kelgandiki qanday maktabniki o'qish bo'lsin, sharoit bo'lsin, sen o'ylagandekmi yoki? Men o'ylaganimda nochiroq kelgan maktab o'zimizning. Peki kelgandan keyin sening natijangda o'zgarish bo'ldimi? Ya, o'zgarish bo'ldi. 258 soat temga o'tdi. Hali 340 kilometr. Mana sening shu filmni biz to'g'ri yo'llagan ekan, nurg'un ashundaq o'zing yaxshi o'qish orzuyi va lekin maktab sharoit yo'q. Ashundaq bolalar ana shu filmni ko'rish orqali menimcha sening shu gapingdan ilhom ilib kelishi mumkin. Abim senden so'rag'ayrim, maktab sen o'ylagandekmikan, yo'qmi degayirim. U ma'lumoning degan gapi bilan sening degan gapingni men shu turdoshlariga bir bildirish uchun so'ragan savol bor. Sen rost javob berding. Xo'sh, yaxshi o'qiydigan bolalarning mijozi ig'rikliga o'xshaydi, ha? Shunaqmi? Ben şu mijozim shash o'qish qadar yaxshi o'qiganman-ku. Men shu sizlarni yana birga qo'llab, o'zimning marketing so'pinimni ag'ish keldim. Men ularga bittadan sovg'a qilaman. Inim. Mana Mava o'zimning marketingga ikki markamga so'pinim. Sizlarga sovg'a qilib keldim. Jumanchilik berganlar. Rahmat, mana ma'qul. Xo'sh, yaxshi qo'nglar. Ma'qul. Faoliyatimiz tugab qoldi, ya. Ha. Misol faoliyatlarni jiqrab o'lashtirsangiz o'g'dek. Bo'ldi. Sizning bilgan alayda vaqt chiqarib bolalarni aytib xush qilgan, bizmi xush bo'ldik. Ko'p rahmat. Alloh bilan paralashdik. Na ko'ngillik bo'ldi. Ko'ngillik bo'ldi. Bo'ldi. Bundan keyin sizning vaqtingiz chiqsa, biz bolalar biz o'qishlarimizni xush bo'lamiz. Endi birinchidan nimaga endi kelib qoldingiz desangiz, o'zim yaxshi o'qiyolmaganman. Shunga hamda shu o'qish irodasi va bola olib qolsa, men inimnim deylik yaxshi o'qadi deb. Mushtaq rag'batlantirgan ish olib qolsa, qo'lim ko'ksimda har vaqt. Ham siz dedingiz bu bolalar mushtaq Goko intan berib, mushtaq natijalarni qazanib, ba'zilari doktor bo'lim debdi, ba'zilari mana ma'lum bo'lib, har xil orzulardan kelibdi emasmi? Hamda orzulardan kelgan ekan biz bunchalik hamda faoliyatni qilib, bunchalik hamda rag'batlantirish
endi sizning bizning qo'limizdan nima keldi g'ashlar bo'lgan ekan. Shunga keldim. Sizga ko'p rahmat, yaxshi bolalar birlashtiribsiz. Sizga ko'p rahmat. Haqiqiy yurak so'zingiz dedingiz. Haqiqatan nurg'un odamlar endi voz kechmaydigan narsadan ya voz kechib nurg'un xaridorini tashlab uni buzib turmiz-ku, do'koningiz doim berib turgan odam. Undan ko'p rahmat. Ishlaringiz texnik bo'lsin, ma'qul. Sizga rahmat unda.